Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Ekologik toza va sifatli mahsulotlarga bo'lgan talab hozirda har qachongidanda yuqori. Shu bois ham bugungi kunda xorijda O'zbekiston mahsulotlariga, ayniqsa zaminimizda yetishtirilgan sarxil meva sabzavotlarga e'tibor katta. Keyingi yillarda yurtimizda yetishtirilayotgan mahsulotlarni dunyoning qator nufuzli ko'rgazmalarida namoyish etish yaxshi an'anaga aylangan. O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasi bu gal Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tmoqda. Muxbirimiz Akmal Shodiyev xabar beradi. O'zbekiston mahsulotlari Fodex Saudiya Jidda xalqaro oziq-ovqat sanoati ko'rgazmasida. Joriy yilning 3-6 noyabr kunlari Jidda shahrida bo'lib o'tayotgan mazkur nufuzli forumda dunyoning 20 dan ortiq davlatidan qariyb 200 ta kompaniyalar o'z brendi bilan ishtirok etishmoqda. O'zbekiston pavilyonidan meva-sabzavotlar, quritilgan hamda qadoqlangan oziq-ovqatlar, turli ichimliklar, qandolatchilik mahsulotlari va hatto o'zbek limoni ham o'rin olgan. Har doimgidek savdo yarmarkasida milliy mahsulotlarimizga bo'lgan e'tibor o'ta yuqori. Mamlakatimizda tadbirkorlar va ishbilarmonlar uchun yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlar bois ular o'z milliy brendini nafaqat O'zbekistonda o'tayotgan yarmarkalarda, balki xalqaro maydonda ham namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Saudiya Arabistonining Jidda shahrida o'tayotgan mazkur ko'rgazmada ham O'zbekiston nomidan 20 nafar tadbirkor o'zlari yetishtirgan meva-sabzavotlar, poliz mahsulotlari, qishloq xo'jaligi hamda oziq-ovqat mahsulotlarini namoyish etmoqda. O'zbekiston stendiga tashrif buyurayotganlar namoyishdagi mahsulotlarimizning sifati, tabiiyligi hamda eksport salohiyatiga yuqori baho berib, hamkorlikka oid ikki tomonlama kelishuvlar imzolashmoqda. Saudiya Arabistonining quruq iqlimligi va ko'pgina mahsulotlarning import qilinishi hisobiga O'zbekiston tovarlariga ham qator buyurtmalar berildi. Saudiya Arabistonida bo'layotgan xalqaro ko'rgazmalarda o'z limonlarimiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Bu uchun davlatimiz rahbariga o'zimiz tashakkurimizni bildiramiz. Chunki u kishi yaratib berayotgan mana shart-sharoitlar tufayli biz mana butun dunyoga tanildik. O'zbek limoni jahon bozoridan o'z o'rniga ega bo'ldi. Hozirgi kunda mana shu limonlarimizga bo'lgan talablar natijasida bir nechta shartnomalar imzoladik. Xalqaro oziq-ovqat forumi doirasida tashkil etilgan turli interaktiv uchrashuvlar, teng manfaatga xizmat qiluvchi o'zaro muzokaralar, B2B formatidagi muloqotlarda mahsulotlar eksporti bilan bog'liq jarayonlar, ta'minot zanjiri, buyurtmachilar va yetkazib beruvchilarni doimiy qo'llab-quvvatlanishi, bu borada imtiyoz va preferensiyalar, umuman olganda xalqaro hamkorlikka oid innovatsiyalar va startaplar yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Hozirda O'zbekistonning 3 ta hududida korxonamiz mavjud. Har xil mevalarga ixtisoslashtirilgan. Saudiya Expo'dagi O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasida birinchi kunni deyarli yakunladik. Natijalar yaxshi, biz kutgandan a'lo. Hozirda biz Yevropa, Xitoy, Turkiya va Rossiyaga mahsulotlarimizni chiqaryapmiz, eksport qilyapmiz. Hozirda endi Arab davlatlariga, Arab ligasiga o'z mahsulotimizni eksport qilish uchun shu yerga yetib keldik. Prezidentimizning shu tadbirkorlarni, ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qo'llab-quvvatlayotganini barcha davlatlar mana bu ko'rgazmaga kelganimizda hamma hayratda qoladi. Chunki masalan oddiy oxirgi 3-4 oylikda Germaniyada, Rossiyada, Turkiyada mana bugun Saudiya Arabistonida davlat tomonidan ajratilgan subsidiya asosida ko'rgazmalarga qatnashib kelyapmiz. Akmal Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Saudiya Arabistonining Jidda shahridan.